1945-yildagi g'alabali bahor tarixga yanada chuqurroq kirib bormoqda. Ammo shu davrda ajdodlarimizning ko'rsatgan qahramonligi yillar davomida so'nmasdan avloddan avlodga o'tib kelmoqda. Bu esa qahramonlikning yaqqol namuna sifatida bugungi kunda bizga azmu shijoat, barcha qiyinchiliklar va sinovlarni mardonavor yengishga yordam beradi. 9-may xotira va qadrlash kuni, g'urur va qayg'u kunimiz. Jang maydonlarida jasorat bilan kurashgan, front ortida sabr-toqat va qat'iyatlilik, mehribonlik hamda rahm-shafqat ko'rsatgan zamonamizning haqiqiy qahramonlariga har bir fuqarolarimiz tomonidan cheksiz minnatdorchilik bildirish kunidir. Bugun sizlar serquyosh o'lkamizning yuksak darajadagi qahramonlarisizlar. Mana shunday osoyishta hayotimiz uchun sizlar tahlikali jang maydonida ona vatanimizning tuprog'i uchun dovyuraklik bilan charchoq nima ekanligini bilmay, mardonavorcha kurash olib borib, hamma g'alaba uchun shiori ostida front ortida tinimsiz jasorat ko'rsatib, o'z hissangizni qo'shgansiz. Sizlar o'sha dahshatli urushning barcha qiyinchiliklarini jasorat bilan qabul qilib bardosh berdingiz va ona vatanimiz uchun qahramonona mustahkam poydevor bo'ldingiz. Biz ushbu mislsiz jasoratning ma'naviy kuchini yildan yilga tobora keskin his qilmoqdamiz. Sizning jasoratingiz va qahramonligingiz qanchalik muhimligini anglaymiz. Aksariyat har bir o'zbek oilasida g'alaba qozonishga shaxsan hissa qo'shganlar bor. Ko'pchilik maktabning o'zidan to'g'ridan-to'g'ri frontga ketib, u yerda abadiy qolishdi. Oldingi chiziqda muhabbat, oila, tug'ilgan farzandlarni baxtini ko'ra olmay, jang maydonlarida shahidlarcha qurbon bo'lishdi. Askarlar ozodlik, tinchlik va kelajak har bir fuqarolarimiz uchun o'z jonlarini ham ayamay fido qildilar. G'alaba uchun baxshida qilingan askarlarning jasorati va qurbonini hech qachon unutmaymiz.